Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga yuzlanamiz. Endi yo'llardagi kameralar ham jarima ballarini hisoblaydi. O'zbekistonda 2026-yilning 1-apreldan boshlab foto va video kameralar orqali aniqlangan qo'pol qoidabuzarliklar uchun jarima ballari yozilishi boshlanadi. Bu haqida Vazirlar Mahkamasining 676-son qarorida keltirilgan. Qarorga ko'ra 2026-yilning 1-apreldan boshlab yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda yo'llarda o'lim holatlarining oldini olish maqsadida maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali aniqlangan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari hisoblanadi. Bunda jarima ballarini transport vositasining mulkdori va mazkur transport vositasidan fuqarolik huquqiy munosabatlari asosida belgilangan tartib va ishonchnoma, sug'urta polisi, yo'l varaqasi orqali foydalanuvchi boshqa haydovchilarga taqsimlanadi. O'zbekistonda yo'l harakati qoidabuzarliklarini jarima ballari asosida baholash tartibi joriy yilning 1-iyunidan kuchga kirganda. Unga muvofiq jarima ballari haydovchilarga nisbatan faqat yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan jarimalar asosida avtomatlashtirilgan tartibda inson omilisiz jarima moduli orqali hisoblab boriladi. Qayd etish joiz, qaror bilan avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish moslamalari orqali aniqlangan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari yozilmasligi belgilangan edi. Bu masala kameralar qayd etgan qoidabuzarlik vaqtida avtomobil rulidagi shaxsni identifikatsiya qilish imkoniyati yaratilgandan keyin ko'rib chiqilishi, Ichki ishlar vazirligi hukumatga bu borada xulosa kiritish kerakligi aytilgandi. Shuningdek, 12 oy mobaynida yo'l harakat qoidalarini buzmagan haydovchilarga rag'batlantirish tariqasida keyingi davrda qoidalarni birinchi marta buzganligi uchun birinchi jarima balli hisoblanmaydi. Haydovchiga jarima balli yozilgandan keyin u 6 oy davomida boshqa qoidabuzarlik sodir etmasa, uning jarima ballaridan 2 jarima balli chegirib tashlanadi. Haydovchining hisobidagi jarima ballari 12 oy ichida 12 ballga yetib qolsa, tegishli hujjatlar sudga inson omilisiz avtomatik yuboriladi va haydovchi SMS orqali xabardor qilinadi. Sud bunday haydovchilarni 6 oydan 3 yilgacha muddatga haydovchilik guvohnomasidan mahrum etadi.